Qalay? Onasi? Men tabriklasam bo'ladi. Cobalt oldim. Dadasi rostdanmi? Arendaga oldingizmi? Qanaqa arenda? Naqdga oldim. Ering kuchaydi. Dadasini turbalan olib qo'ysak bo'lardi. Ha, bo'ldi onasi, etdim. Bu yoqqa yur. Menga qara onasi. Eslaysanmi? Ampga. Menga qara onasi. Ani Jiguligimda yurganim yaxshi edi. Men bu Matizda $2 deyaptim. Naqd to'la olmayman, men to'g'risi bor. $2000 emas ekan u. $200 ekan atiga. O'ylamang. Yarmini siz to'lasangiz, yarmini men to'layman. Mana sizga yordam beraman dadasi. Dadasi qarang, oshxonaning mebellari yomon bo'lib ketibdi. Remont qilsak bo'lar ekan. Senga gapirishga oson. Qanaqa remont qilaman? O'z pulimiz yo'q-ku. Yo'q desangiz, bor pulim yo'q bo'lib ketadi. Ikkalamiz ishlaymiz, yo'q, davay boshlaylik remontni. Yog'i sekin-sekin bo'lib ketadi, Xudoni o'zi yetkazadi. Jigulida yurardim, ko'k Jigulida. Mana endi qara, dang'illama uchastkalar ham qurib oldik. Esimda dadasi, kunlarni unutib bo'ladimi? O'zi ham rosa harakat qildingiz-da. Onasi, agar sen bo'lmaganingda bu ishlarni men qila olmasdim. Men bitta ishni boshlayotganimda doim meni orqamda motivatsiya berib turgansan onasi. Adasi buni qiling, adasi buni qiling deb faqat meni ilhomlantirgansan onasi. Har bir yutuqqa erishgan erkak kishining orqasida ishongan, dalda bo'lgan ayollar turadi. Fikrimga qanchalik qo'shilasizlar? Kommentariyada fikringizni qoldiringlar.